Aka angina به حسم یگان تبابت گفته است. هست برادر عزیز. 2 روز به خلاص میخورید. انگینا سلفا همش گم سیاه میشد. شما را غم تیاد انگینا همون گوازدینکه. بسیار کس میدوند این چیزا. قیمت چیزایی. 1 کیلوش 250 قریب 300 سوم میشد است. برابر 5 سوم بعد 2 قاشق میتیاد. خانه بیارید 1 قاشق کلونه 200 میلی گرم آب بانداخته. بالای پلیتکه یگان چیز من مونده 1 جوشد با کمتر دم میتید. 1 نیم ساعت دم میگیرد. سرخ میشد آب. انواع چیزا غرغره میکنید. هم سلفا هم انگینه ای شما دور میرد. O'zbekon qalanfir mo'lchog'ida olib kelasiz. 200 gram suvga 1 katta qoshiqda solib 5 minut qaynatasiz. Xudo xohlasa angina bilan yutaldi borki 2 kunda ko'zini o'yadi. Xo'p deng, baraka topkur. Siz o'zbekcha va tojikcha sizlarga perevod qilyapman. Qahramon tabib retsepti. Anginadan umuman 2 kunda qutulgan, yutaldan 1 kunda qutulgan insonlar bor. Ishonmasalaringiz oldiga borib video ham qilishim mumkin. Tojikistondan G'ulomjondan foydali maslahat. Meni videolarim Tojikiston bo'yicha emas, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Angliya, Amerika bo'yicha ham aylanyapti. Qayerda musulmon do'stlarimiz bo'lsa bitta podpiska, like. Kim angina yutal bo'lsa, o'shalarga yuborib qo'yinglar. Qalanfir mo'lchoq, gvozdinka, mexcha gul. Meguftas Tojiko. Hamma vaqt Tojikiston. Va pesh.